yer yuzida qo'y boqishdan ko'ra soddaroq, oddiyroq, kamtarroq ish yo'q. Qo'y boqish eng sodda ish. Payg'ambarimiz mana shu kunini eslayapti va kamtarligini mana shu joyda ko'rsatyapti. Inson qo'y boqib yurar ekan, fikr qilishlikka vaqti bo'ladi. Endi insonda bo'sh vaqti bo'lsa, endi fikr qiladi-da. Endi siz qilayotgan ishingizni bir qarang-da. Har qancha daromad keltirmasin, agar sizni bo'sh vaqtingizni qoldirmayotgan bo'lsa, bu ish sizni xo'jayiningiz ekan. Sizni ishingiz sizga bo'sh vaqtni qoldirmayotgan bo'lsa, na oilangiz bilan o'tirgani, na o'zingiz haqida fikr qilgani, na bir dam olgani, huzur qilgani, demak bu ish emas musulmon odam uchun. Musulmon odamning ishi, tirikchiligi kundalik hayotini o'tkazishlikning bitta bir asbobi. Hayotini maqsadi emas, ish birodarlar. Ish. Dunyoda birodarlar, g'arbiga qarasangiz ham, sharqiga qarasangiz ham katta bir zavodga o'xshab qolgan bu dunyo. Hech kimning bo'sh vaqti yo'q. Na otasini ziyorat qilgani vaqti bor.